Assalomu alaykum Green Amanga obunachilari. Bugun sizlar bilan ko'pchilik izohda qoldirgan 2026-yilda hit bo'lgan Grida 12 tali Shima modeli haqida to'liq gaplashamiz. Pluslarni, minuslarini to'liq hammasini yashirmasdan aytib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like, podpiskani ayamaysiz. Bizni o'sib borishimiz uchun o'z hissangizni qo'shing. Azizlar, birinchi bo'lib dizayn haqida gaplashamiz. Green hamma modellarni bilsangiz, unaqa misol minimalizmga e'tibor beradi birinchi o'rinda. Unaqa yozuvlar unaqa ko'p emas. Hamma modellarda Emini Shima modelda emas. Qolgan konsertlarni ko'rsangiz, ustilarida misol har xil nakleykalar o'zi haqida ma'lumotlarni berib tashlaydi. Lekin Green unaqa emas. Qolgan modellarni ham ko'rsangiz, misol Inventor deb yozmagan bunda, lekin Inventor bo'ladi. Misol R32 Freon yozmagan, lekin R32 Freon bo'ladi. Misol qo'shimcha ma'lumotlari, misol uchun tenlari ichidagi misol uchun hamma Wi-Fi funksiyalarini misol ustiga yozmaydi. Dizaynda soddalikni yaxshi ko'radi, haqiqatda chiroyli. Mana o'zimga ham yoqadi. Misol uchun hamma joyga misol nakleyka qilib tashamagan. U taraflari menga o'zimga yoqadi. Ustilariga keladigan bo'lsa, glansiy bo'ladi. Jabralari o'ziga xos, dizayn zo'r. Mana jabralari ham o'ngga chapga qayriladi. Ba'zi modellarda unaqa bo'lmaydi. Arzon chiqansalarda. Bularda ustilari glansiy, narx 9 kg bo'ladi og'irligi. Soatiga 650 kuba havo beradi. Normal detsibeli 50 detsibeldan, ya'ni 20 detsibelgacha tushib bera oladi sleep rejimlarida. Hop, ichlarini ochib ko'raman. Shunaqa setkalari bor, Wi-Fi funksiyasi bor. Ishlari Blue Fan bo'ladi. Antikorroziyaga. Ya'ni yaxshi bu. So Golden Fandan bu ancha yaxshi antikorroziyaga. Hop, radiatorlari to'liq. Keyingisi buni usti glansiy bo'lgani bilan, lekin sarg'ayib ketmaydi. Green'ning yana bitta qimmatli tarafi shu, ustilaridagi misol uchun detallari yaxshi. Plastmassalari, sirolari yaxshi sirodan ishlab chiqaradi. Yillar davomida konditsionerda sarg'ayib ketishi bo'ladi. 5 yil, 10 yilda sarg'ayib ketadi. Bular shunaqa misol uchun tez sarg'aymasligi uchun qimmatroq, misol uchun xomashyo ishlatgan. Ichlari Blue Fan bo'ladi, ya'ni misol mis u shundoq ham zanglamaydi. Buni haqiqiy antikorroziyaga sepilgan. Missi antikorroziyaga sepilgan. Blue Fan haqida gapiradigan bo'lsam, ko'pchilik Blue Fan nima, Golden Fan nima deb so'raydi. Blue Fan bilan Golden Fanning farqi, Golden Fan hech qanaqa antikorroziyaga past sepilmaydi, ya'ni unday ortiqcha xarajat yo'q. Mana Blue Fanda ortiqcha xarajat bor, lekin buni sifatli, uzoq yil sizga xizmat qilishiga yarab beradi. Ya'ni antikorroziyaga sepiladi, bunda hech qanaqa bakteriya paydo bo'lmaydi. Bo'lgan bakteriyalarni ham misol uchun yuvib tashlaydi, o'zi tozalab tashlaydi. Misol Green'da shunaqa funksiyasi bor, anti-clean degan funksiyasi. O'zini o'zi yuvish, ya'ni tozalash funksiyalari bor. Shunda chirimaydi, hech qanaqa bakteriya paydo bo'lmaydi. Farqi shunda. Endi siz bilan buni usti yaltiroqmi, ichi qaltiroqmi, buni ochib maydalab ko'ramiz birgalikda. Hozir ko'rasiz. Hop, ko'rishingiz mumkin. Ichlarini ochib, maydalab oldi. Hop, sifati ko'rishingiz mumkin o'z ko'zingiz bilan. Radiatorlari to'liq, ya'ni obmanka ishi yo'q edi. Hammasi to'liq. Yo'llarni antikorroziya qilgan. Bani narsasini ham ko'rsangiz, bu alyumin emas yoki plastmassa emas. Buni azbizmi, shunaqa narsa, videoda o'zingiz yozib keting. Bu ana yong'in chiqishiga xavfsiz bo'lish uchun qolgan konditsioner hammasida mana shu joyi Emini plastmassa bo'ladi. Shuni o'zi 1 kilo, 1,5 kilo chiqadi. Menimcha bu platani ichiga hisoblamaganda. Hop, joylashishni ham ko'rishingiz mumkin. Yong'in xavfsizligi uchun shunaqa narsa o'ylab topgan. Buni ichida mobodo yonib ketsa ham, portlab ketsa ham tashqariga o'tmaydi, ya'ni konditsioner yonib ketmaydi. Shuni hisobiga olgan holatda azbizmi shunaqa narsa ishlatgan ekan. Og'ir. Xuddi mana shu o'zi ham normalniy og'ir. Hop, manalari ham o'zi og'ir, mana buni. Qolgan taraflar mana bu yoqda plastmassa. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin motorchilari. Bu yoqda mana kompyuter bo'lib, misol uchun sistemasi, ya'ni misol uchun programmalashtirsa bo'ladi o'zini, ya'ni remont qilsa bo'ladi. Hop, plata joylashtirgan e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham zo'r, patli. Menga yoqdi, ichi normalniy. Hop, zo'r. Hatto mana ishlarni ham yaxshi o'ylagan. Bemalol sanitgan pulingizni oqlaydi. Hop, Wi-Fi funksiyasi bor o'zida. Displey bu mana basharasida turadi. Ichkidan security bo'ladi. Ko'p dizayn modellari shunaqa, security. Hop, radiatorlari to'liq, zo'r. Trubkalari ham yaxshi. So, ingichka juda mayda trubka emas, yaxshi trubka, zo'r. Bog'da jabralari, shu pultda misol uchun o'ngga chapga qiladigan funksiyalari, pultda ham ko'rishingiz mumkin. iFeel degan funksiyalari bor, Wi-Fi funksiyasi bor, sleep rejim bor. Sleep rejimlarida minus sleep rejimi qo'yganingizda maksimal 20 detsibelga tushib beradi.
Ya'ni siz 36, 35 atrofida undan pastini ishitishingiz qiyin. Hop, on off, o'chirib yoqish, rejim funksiyalari, hop, jabralarni o'ngga chapga, tevaga pastga qilishi, I feel funksiyasi. I feel funksiyasi ham zo'r. Misol uchun pult yoningizga olasiz, mana pultda datchigi bor. Mana shu datchik atrofidagi temperatura necha bo'lsa, o'sha temperaturani ko'rsatadi, kompyuterga buyruq beradi. Ya'ni bunga. Buda konditsionerga buyruq beradi demoqchi. Ya'ni bunga buyruq beradi, bu shu tarafga qarab yo'naltirib beradi. Xonani o'ng tomonida bo'lsangiz, o'ng tomoniga qarab haydab beradi. Xonani chap tomonida bo'lsangiz, chap tomoniga qarab haydab beradi. Ya'ni pultni yoningizga olib yursangiz bo'ldi. Siz xonani qaysi tarafida bo'lsangiz, shu tarafga qarab havoni oqimini yo'naltirib beradi. Ya'ni 3D funksiyasi havoni xonada bir xilda taqsimlab beradi. Qolgan funksiyalar hammasi bor. Displeyni o'chirib yoqish bor. Wi-Fi funksiyasi, sleep rejimi, soat rejimlari, temperatura, time qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Vaqt davomida misol uchun o'chishi 4 soatdan o'chsin, 4 soatdan keyin yonsin, shunaqa rejimlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hop, pult tablosini ko'rishingiz mumkin, kattagina, ya'ni misol ravshan ko'ra olasiz, zo'r. Hop, pult qo'liga ham o'zi chidamli, yaxshi, zo'r. Men hozir buni ko'rdim, o'zingiz ham ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz. Izolyatsiya taraflama вообще zo'r, shikarniy. Hop, radiatorlarni ko'rishsiz sifatli. Bemalol tavsiya qila olaman. O'zingiz ham misol uchun bemalol qaydan bo'lsa ham xarid qilsangiz bo'laveradi. Sizni ertaga uyaltirib qo'ymaydi. Hop, izolyatsiya taraflamani zo'r ko'rishsiz. Mana pullarni hech narsadan ayalmagan, ya'ni hech narsadan mahsulot pulni ayalmagan, mahsulot shu. Jabralarni ham ko'rishingiz mumkin. Avtomat, tevaga pastga qiladigani, hatto yonga yurg'izadigani ko'rishsiz. Hattoki misol uchun konditsionerni sistema qilish uchun, kompyuterga ulab, programmalashtirish uchun, nimadir muammolarni hal qilish uchun joylarni chap ketgan. Hop, endi o'z buni ko'rdingiz. Endi tashqi agregatda birgalikda ko'ramiz. Grey 12 talik Inventor Shimo modeli. Hop, ko'rishingiz mumkin. Agregat qismini ochib oldi. Agregat qismi naqd 26 kg, ya'ni zo'r og'irligi. O'rtacha 21 kg, 20 kg 12 talik konditsionerlar. Bu 26 kg. Ya'ni ichini ochganda ko'ramiz, ya'ni nimaga 26 kg. Hop, ustki qismi juda ham yaxshi sifatli, plastmassalar yaxshi plastmassadan ishlatilgan. Orqalari zashitalari bor. Agregat qismi ham Bluefin, video davomida ko'rishingiz mumkin. Inventor motor bo'ladi. A2L degan emblemasini ko'rishingiz mumkin. Bu emblemasi o'zidan zaharli modda chiqarmaydi, ya'ni freon o'zidan zaharli modda chiqarmaydi. 2, ya'ni 2 raqami esa misol uchun yonuvchanlik xususiyati bor demoqchi. L harfi esa hop, yonuvchanlik xususiyati bor, lekin juda ham past, tez yonib ketmaydi. Ya'ni freon chiqib ketgan taqdirda, alanga bor bo'lgan joyda, yong'in sodir bo'lgan joyda freoni ya'ni uncha-munchaga portlab ham ketmaydi, yonib ham ketmaydi. Ya'ni freoni ham juda ham yaxshi, juda ham sifatli, zararsiz demoqchiman ya'ni. Hop, ustki qismini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham sodda, unaqa bachkalashib ketmagan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, ya'ni zo'r, sifatli. Hop, endi buni ichki qismini siz bilan birga ko'ramiz. Hop, ko'rishingiz mumkin. Agregat qismini ochib oldi. Radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5. To'liq 12 ta, ya'ni trubkalari ham qalinligiga ham e'tibor bering. Ya'ni oddiy konditsionerlardan, 3 millionlik, 3,5 millionlik konditsionerlardan ancha qalin, ancha sifatli. Hop, parralari keramический, ya'ni issiqda, sovuqda sinib ketish ehtimoli yo'q, erib ketish ehtimoli yo'q. Misol uchun qanchadir yillar davomida tursa ham, quyoshda 50 gradus, 60 gradus tursa ham egilib ketmaydi. Eng sifatli parra ishlatgan, ko'rsiz. Havo oqimini ham to'g'ri taqsimlash uchun hattoki mana mashinalarga ham e'tibor bergan. Maksimalni bu parraning ustida mutaxassislar ishlagan. Ko'rinib turibdi, o'zingiz ko'rishingiz ham mumkin. Hop, rezinaviy tenlari bor. Ya'ni tashqarida -10, 15, 25 bo'lganda avtomatik manual radiator muzlashib boshlaydi. Muzlaganda, muzi eriganda yana poddonga tushib, yana muz bo'lishni boshlaydi, qaytaveradi. O'sha holat qaytmasligi uchun rezinaviy ten qo'yib ketgan. Green konditsionerlarda ko'pida, ya'ni hamma modellarda rezinaviy ten bor. Ko'pchilik ten deydi. Qolgan arzon konditsionerlarda ichki blogida teni bo'ladi. Ular sizga ham konditsioner ham nagravatelь bo'lib ishlaydi. Green faqat konditsioner bo'lib ishlaydi. Konditsioner bo'ladi, lekin isitib bera oladi. Shuning uchun Green. Xo'p, qolgan joylari kelsa, platadan joylashishini ko'rsiz, sifatli. Bu yoqda mana kullerlari bor, ya'ni sovutish tizimi, ya'ni bu platani sovutib turadi bular. Tarafda olgan havo bilan bu narsa soviydi, ya'ni plata soviydi degani bu degani. Bu tarafi bitta qismi plataga moslashgan, ya'ni ulangan. Hop, Green'i o'zini ko'rsiz nakleykalari orqa qismida emas. Qolgan konditsioner ko'pini ko'ramiz, orqa qismiga yashirib qo'ygan, yo nimadir, yo GMCC, yo Toshiba, qanaqadir kompressorlar. Hop, bunda o'sha haqiqiy Green kompressor. Hop,
trubkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Hattoki mana orqa qismidagi trubkalar ham shu radiator trubkasiga to'ppa-to'shni keladi. Ya'ni bu tarafda ingichka, bu tarafda yo'g'on trubka emas. Ko'p ko'rtman firmalarni yolg'ondan bu tarafga katta trubka qo'yib qo'yadi, bu tarafda ingichka trubka qo'yib qo'ygan. Ya'ni buni ichida mana ko'rtgan radiatoringiz ichidagi trubka ham ingichkalashib ketgan. Bu yoqda misol uchun videoda yoki o'zingiz ko'rsangiz kattaga o'xshab turaveradi. Bunda unaqa emas, to'liq, yaxshi. Platani joylashishi ham yaxshi, sifatli, nima kerakli, misol uchun texnikalar qo'yilgan bo'lsa, hammasi qo'yilgan, ya'ni hamma narsa bor. Tok teja berish asosiy birinchi o'rinda 40% dan 50% gacha tokingiz maksimalni ekonom qilib beradi. Inverter bo'ladi. Bu yoqda ham parrani motori ham DC inverter ko'rishingiz mumkin. Hop, ya'ni zo'r ekonom qilib beradi. Hop, 35 vatli motor, tok ekonom qilib beradi. Tok rasxoti ham unaqa katta emas, 35 vatli, zo'r bu degani. 50-55 vatli, 65 vatligacha motor qo'yadi. Ko'p kondisionerlar 35 vatli. Ustki qismlari zanglamas, ya'ni zanglamaslik uchun maksimalni kraska, lak qatlamlari, ya'ni zo'r. Zashitalari ham zo'r, sifat uncha-munchaga chirib ketmaydi. Listlari, hatto mana mashinalarni ham ko'rishingiz mumkin, og'irgina. 3 kilo 4 kilo chiqadi mana mashina o'zi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Hech qanaqa kamchiliklari bo'lsa yashirganimiz yo'q. Men endi buni maqtaganim sababi bor narsasini aytdim. Bundan hech narsa yashirganim yo'q. Yana bitta oddiy kondisionerdan farqi bu yaxshiligi uchun buni kamchiligini hozir videoda misol uchun ko'rmadingiz. Kamchiligi shundoq ham yo'q edi. Chunki bungacha bo'lgan kondisionerlar hammasi arzoncha, o'rtacha kondisionerlarda. Bulardan ancha yaxshi, misol uchun Grey ancha ulardan ancha sifatli, yaxshi. Videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa bizni kechirib qo'yasiz, uzr oldindan. Hop, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiskani ayama. Yanada bundan ham yaxshilashib boramiz, borgan sari videolarni ham zo'r videolarni qo'yamiz. Kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, kommentga yozinglar, men obzorini qilib chiqaman. Olishdan oldin videosini ko'rasiz. Ya'ni to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qo'limizdan kelgancha, tushunganimizcha zo'r ma'lumot berishga harakat qilamiz sizlarga. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiskasini bosing, obuna bo'lib qo'ying bizga, kommentariy yozing, kommentariyaga yozib qoldiring. Narxi $470. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Kimga shunaqangi texnikalar kerak bo'lsa, bemalol bizdagi quyidagi hozir chiqarib qo'yamiz. Ilovalar orqali, Telegram orqali yoki telefon raqami orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qanaqa texnika kerak bo'lsa, uni ham kommentariyada yozib keting. Men siz uchun videosini qilib chiqaraman. Bizdan uzoqlashmang, bizni kutib qoling. Like va podpiskani ayamang.